Havuzda polo etib chiqata yapaqdiq. Har bir oila bir qitim bir sinab boqay deb qolsimi, mencha oz deganda 3 milliondan 5 milliongacha havuz tugab ketadi ekan. Kazomak tavuzni adilaja maktabga turbandan. Hamma tavuzlar 10 kiloni yig'ib keladi. Turpanda bu yil tavuzni dehshat o'xshib deydi. Do'stlar, turpanda tavuz bek o'xshabdi. Bundan so'ng boshqa yurtlarning tavuz pishishga boshladi. Sizlarning tavuzni yana qanday shakllanmiş deyqan do'stlarning setishini ashug'ini bo'ladi. İnkaslarga yozib qo'yinglar. Sizlarning yurtimi tavuz bek o'xshaydi-ku deyman. Agar o'xshaydigan bo'lib qolsa inkaslarga yozib qo'yinglar. Bu yil tavuz ras o'xshadimi, zodi qanday? Yaqindan men bu tavuzningki filmlarini ko'rgandan keyin bir necha yil o'ylashib baqdim. Tavuz morojnisi, tavuz bingure, tavuz polo. Tavuzning polo aytgani bo'ladi. Ko'rib qo'yinglar. Avval o'zinglar itib yapaqsizlar. Agar haqiqatan bo'g'day ko'rsa, andagi oshxonlarni chiqarsanglar bo'ladi. Men tavuzda polo itib kuch qitim yapaqdim. Tavuzda polo itib yapdi, ba'zi do'stlar sarang'olabdi deb qo'yishi mumkin. Tavuzning ichiga qo'ygushi yoki bochka qatorliqlarni selib, to'noning shu dumlab yesimi shundoq fayzi bo'ldi. Shundaqmi? Yapaqdan do'stlar inkaslarga bir yezitinglar. Men poloni o'zim itib yapaqqachqa bilgan naq maydonda bizning oshpazga o'rinlashtirib, sizlarga bir qator atkizitay. Lekin o'zim kirib tovoqni ochima. Ichib sizlarga amaliy ahvolni hammasini ko'rsatma. Hattoki dastonga chiqqan chog'da taqsiga qandoq usimiz, taqsini qandoq bezaymiz deganni sizlarga bir ko'rsatib qo'yay deyapman. Kirishni xohlaydiganlar banjo qilib, yurak besitib, amsa mazmunimiz. Tavuzni men mushunda qachaga ilib oldim. Meva izish mashinalar bo'lsa izvasanlar bo'ladi. Siqib qo'ygandan keyin buni Dakar qo'limiz siqib olsak, urug'lari, azgan chog'dagi ba'zi go'shtlar hamma narsa to'liq qolib qoladi. Hozir bizning oshpaz savizni qalam qilyapti. Sen uyda savizni qalam qilib baqqanmi? Eng qiz bo'lgan chog'da qanchalik vaqtda qanchalik savizni qalam qila olasizlar? Piyaz, cho'qla, biz tavuzning suyi. Baynayisidan chiqqan zarangizdan mi? Hamsi biz poloni qo'rishga boshlaymiz. Tüpsün do'stlarimiz hammasi mayni quyib qo'ygandan keyin avval go'shtni silib, go'shtni bilan bir qo'rib oladi. Bunda olgan go'sht tatli bo'ladi. Piyozni silib etgandan keyin piyozdan chiqqan ta'mi chiqib, azroq silib etsak go'sht texmi tatli bo'lib, shundaq yeyish bo'ldi. Sizning uyda poloni mushundaq yeyish bo'ldi deyman. Savizi bilan piyozni, sho'qilni, go'shtni ravur qo'rib olgandan keyin mana biz tayyor qilib olgan tavuzning suyini hech qanday suv qo'ymasdan tavuzning suyini bevosita quyamiz. Tuvoqning og'zini ochdim. Pishdi. Mana bola o'xshagandek turamdi yoki toza o'xshamagandek turamdi. Bir javob yozayotmaysizlar. Amsi poloni bir usib boqaymi? Usida do'stlar. Poloni uchun men alayda Qashqardan akagan misliganda tayyor qildim. Sizning uyda menda misligan bormi? Amsi buni bundalam poloni usib qo'ysam chiroyli chiqmaydi. Azroq baypan qilib boqaymi? Tavuzning suyini aralashtirib etilgan polo. Poloning rangidan chiroyli. Bunda bo'lgandan keyin buning azroq saytga aralashtirib. Avval tarximay tanlab oldim. Qizil rangdan azroq bo'lsin deb sho'qlik qilmoqchi. Mana sho'qlar. Sho'qni sizlar qandaroq to'g'risam chiroyli chiqadi. Qadgan do'st deb yiqinglar. Manda to'g'raymi? Manda to'g'raymi? Qanday to'g'risam bo'ladi? Deb yiqinglar keyin. Inkaslarga yozib yiqinglar, qanday to'g'risa chiroyli chiqadi. Ha. Bizningki tavuzningki suyulan aytgan polurimiz. Hamda men turpanning tavuzni polo aytgandan keyin sizlarga ma'rufni ko'rdinglar. Ürük basıp baqqanı ko'rganman, hamsi buni planimda bunday qilmoqchi. Ürükni ikkiga bo'lib bunda. Ichidan urug'ini ilib etib, mana urug'ini ilib. Mana o'xshash sho'qmoqtimda birdan aylantirib, tizib qo'yay deb o'yladim. Sizlarning chiroyli chiqamdi, chiroyli chiqmamdi. Tungi filmimizda ma tuxumni buzilib qolgan tuxum ekan deydi. Buzilib qolgan tuxum emas. Ach tushgan chog'da seriq yerilib ketib, shunda kirangan gap. Mana hozir biz poloning atrofiga besib o'tmoqchi. Kirib boqay deydiganlar hozir basimiz. Tavuzda polo etib chiqata yapaqdi. Har bir oila bir qitim bir sinab boqay deb qolsimi, mencha oz deganda 3 milliondan 5 milliongacha tavuz tugab ketdi ekan. Vallahi men polo qandaroq bo'lgandek turdi. Agarchanda limon siqamiz desanglar, limon siqsanglar bo'ladi. Bugun tavuzning suyida etganligim uchun men limonni siqmadim. Yaxshi ko'radigan do'stlar limonni siqib, tugimda siqib etsanglar bo'ladi. Hamsi qani polurimizni kirib boqili. Mavi zirni biz men yo'pog'i olgan chog'da bir ilim ata ilib ketdi. Yo'pog'ining yerlik zirsi deb. Odatda pologa chiqqan chog'da mozir sepsi bo'ladi. Yoki pishirish jarayoni so'zim bo'ldi. Men mani azroq ko'p yesab qo'yishimlik sabab birinchidan tabiiyligi, ikkinchidan oshqozonsa so'g'at olib qolgan do'stlar qolsa ziri odatda nayt yaxshi tanishib turdi. Shuni azroq zir seçetdim. Agar sen sizlar odat polo aytgan zir seçishni yaxshi ko'rsanglar, sepib qo'ysanglar bo'ladi. Bo'lmasa sepmasanglar bo'ladi. Do'stlar, mana bu polo
Adile ekegen tavuzda pul okup baktın. Boğan dekmi o yakanda. İğizdeki bakışlamsa. Koşuk taqtayla koşuk. Avval bir şovda okur ekensizlar deyman la. Bunda tamoqdan bir resim tatishni yaxshi ko'rgan do'stlar bormi? Inkasraq ezib beqanlar sizlar qanday tamoqni resim tatish amra. Ma bizning o'zimizdan aytib baqqan polri. Bo'lgandek turamdi o ya qanda. Buni menda polo qilib qilish sabab, boshqa maqsad yo'q. Amal bormish dehqonlarimizning qo'lidagi dehqonchilik mahsulotlari, har xil mevalar, mushlarni tamoqlarimizga kirgizish orqali qarindosh o'liklardan kelgan sayohatchilarga bir yangilik yarasak degan orzu bilan qilyapmiz. Mana bu polo. Ata masalaga nima qilib bermadinglar? Mushu jujamning yo'pirmiqi, ya'ni üzüm emas. Üzümning yo'pirmiqida sizlarga choyni qanday tayyor qilganligini ko'rsatib qo'y. Agar xohlaydigan do'stlar olib qolsa, yurak ilishdan birga qanday qo'yadigan o'tinglar. Odatda normalda choyni quritib turib ichsanglar bo'ldi, lekin choyni maxsus tayyor qilib, qo'rib, haqiqiy choy tayyor qilib saqlasanglar uzoq muddat saqlab bo'ldi. Hattoki mushkul men degandek shakldagi choyni normalda qanday qilib ekansanlar 100 gramni 50 ko'yga pacha 50 ko'yga setib yutdi. Balkim musharqiliq bir shanji chiqib bir soda purist kelib qolsa ajab emas. Sizlar pul tepib ketsanglar men xush bo'laman. Amsa ta'mini bir tetib qo'yinglar vallah, ta'mi qanday bo'lib qani bir eg'izdigilar. Ha, bir eg'izdiginglar. Bo'lo qandayroq qilib yeb qo'yinglar. Qandayroq bo'lamdi ekan? Tavuzning suyudim podasi bo'lamdi ekan? Bir bozor sasi bir taksi ilib yap qo'yamsizlar ya. O'xshabdi deydi. Sizlar uyda yetib qo'yinglar, o'xshamdi, o'xshamamdi ko'rib qo'yinglar.